Germaniya Yevropada bo'lsa, ukamiz qayerdan Latviyami? Sizlardan bu zo'r chiqyapti. Mana mopezga chiqmaymiz, xullas. Xullas qarang uka, mana hozir prosta sinov muddati ishga keldik. Endi agar yaxshi ishlab ketsangiz, viza qilamiz. Masalan, mana hamma so'raydi. Sizda nima bor uka? BS prava bormi? Yo'q. Gap yo'q. Diplomchi, kollej instituti yo'q. Mana shu holatda qanday viza qilsa bo'ladi? Mana zo'r savol. Mana shu holatda qurilishda 8 oylik vizalar bor. Diplom ham kerak emas, prava ham kerak emas. Ishlaysiz, ishlaganingizdan keyin oxirida sizga so'ygingiz beradi. Ya'ni oddiy qilib tursa, guvohnoma beradi. O'sha guvohnomani dal ishlab ketsangiz bo'ladi. Yoki O'zbekistondan diplomlaringizni chaqirtirib olasiz. Diplomlar bilan viza qilyapti bo'laveradi do'stlar. Mana Bolgariyadan deyman. Latviyadan ham o'tishyapti. Yevropadan o'tayotgan kandidatlarimiz do'stlar. Sizlar ham o'taveringlar, harakatni qilaveringlar. Prosta bitta joyga mixlanib, qo'qib yashash kerak yo'q, to'g'rimi? Endi baribir yaxshi joyga o'tganimiz yaxshi. Germaniya yaxshi bo'lmay qolsa, Amerikaga ketamiz ku. Shunaqa demada. Bo'laveradi do'stlar. Nima qiyinchilik bo'ldi ku aeroportda? Qiyinchilik bo'lmadi. Do'stlar, Germaniya Yevropa kechki paytda soat bosaveramiz. Qarang-ku.